birga yuring. Keldimi qon? Yo'q. Kelyapti. Bo'ldi. Xo'p, endi qarang, buna qilamiz. Bunda tortdik. Nina sekin tortib oling. Bo'ldi. Tezlashgan qo'pcha. To'xtang, kevasin. Молодец. Endi shuni yopishtirishingizni oldin bitta narsa aytaman. Birinchi rosa qiyin bo'ladi, tepadan qo'yib o'rganinglar. Chunki ko'rdingizmi, kiraman dedingiz, ichkariga kirib ketib qolasizlar, tepaga yurg'iza olmaysizlar, qiynalasizlar. Birinchi bu yerda 2-3 marta o'rganinglar, keyin bunda oson bo'ladi. Yopishtirib tashlang endi. Qani, dekoplastrlar, valaykum assalom. Anaqada bor edi. Hop, tepadan yaxlata bilan yopib olamiz. Rosa bo'yi katta edi-yu, qani o'sharingiz? Mana. O'shalarga qilinglar. Bo'ldi. Mahkamlaydi. Endi ikkinchisini kesib oling o'rtasidan. Mana bunday kesib olinadi. Mana bu kesib oling, uzilib ketib qoldi-yu, shunday. Yarimigacha kesib olish kerak edi. Yomon. Tepasiga. Ustiga qanot ustiga chiqadi. Mana kamroq ko'ribsiz hozirda. Ko'p ko'rib tursangiz, qo'lingizda o'rganadi. Mustahkamlab turing. Buni ustidan bitta. Pastidan birinchi kirgizamiz. Keyingi tayyor tururingiz jug'utlarni bog'lab. O'rtasidan. Birinchi oyda o'qiyotganlar, hali bu yerga o'qib qilmaganlar, to'xtang. Mana shu yerdachi Mametdan bog'lab qo'ymanglar, Mametdan o'tish kerak. Mana bu jurkaga tepaga ko'tarilib ketib qolmanglar. Bo'ldi. Sekin-sekinlik qilib tashlayvering. Keyingi safar bu yoqdan qo'yasiz. 2-3 marta. Avval tushunib, yaxshilab o'rganib oling, xo'p? Keyingilarni boshlaymiz.